O'tgan yili mana shu to'rga to'rt kat yo'lni ustanovka qilib berdik avtomatik garelkalari bilan. Ikkiga mana bu yerda yana bitta titan turgan edi. Ustanovka qilib berganimizdan keyin shu ma'qul kelganligi uchun xonadon egalari Hasan akam bizani yana bitta ishga taklif qildilar. Xudo xolisa kat yo'li haqida hozir to'liq ma'lumot beradi. Hasan aka, qancha gaz rasxod qildingiz bunda? Amalan suvni, xattu suvni 1 milliongacha pul to'ladik. 1 milliongacha bitta titan, bitta kat yo'lga. Demak, значит, hozir bu kat yo'limiz bir 600 ming so'mlar atrofida rasxod qilgan. Necha kvadrat joyga yoki? 250-300 kvadrat chiqadi. 250-300 kvadrat joyga. 250-300 kvadratga shu 650 ming atrofida rasxod qilganlar. Maksimum 700 ming desa, mana bu titanga qolganiga 300 ming so'm. Keyin gaz plitani shunda hisoblaganmiz. 3 ta priborga arzimagan 1 million so'm rasxod qilganlar. 30 gradusda. 30 ga qo'yib qo'yganmiz, o'chib yonadi yaxshi. 3 ga avtomatik garelkani. U uchi avtomatik garelkani uchi shunda 60 gradusga yuradi. Xudo xolasa, agar sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol To'plidomga aloqaga chiqsanglar, sifatli, ishonchli xizmat qilib beramiz. Kafolatli, glavniysi.